Mani oldimga bir kuni bir odam kirib aytdiki, odamlar ba'zida o'ylamasdan, bilmasdan gapirib qo'yadi-da. Men dedi shu hajga borsam dedi. Men u kishini oldin hajga borganini bilar edim. Men aytdimki, siz hajga borgansiz, hoj aka desam, ha to'g'ri, unda onam bilan birga boruvdim. Lekin o'sha Ka'bada onamni yetalab yurdim, onamga qaradim, u qildim, bu qildim. Xullas men rohatlanib ibodat qila olmadim. O'shinga boshqatdan borsam deyatuvdim. Boshqatdan haj qilsam deyatuvdim. U kishi shu gapni gapiryapti-yu, meni ko'zimdan yosh oqyapti, to'xtata olmayapman. Men aytdim, "Ey birodar, to'xtang. Bundan ortiq rohat bormi? Ka'bani oldida onasini qo'lini ushlashdan ortiqroq rohat bormi? Ka'bani oldida otasini qo'lini ushlab duosini olishlikdan ortiqroq rohat bormi? Mana shu rohatni topolmadim deyapsiz. Alloh sizga shu rohatni beribdi-ku, siz bo'lsa topolmayapman deyapsiz. Bunaqa qilmaslik kerak. Bu rohat, hammaga ham nasib qilmaydi. Puli bo'lsa yana kelar, 10 marta kelar umraga, kelar hajga. Lekin yo'q, ona bilan otani qanday olib kelsin? Shuning uchun mabodo kelgan bo'lsa, qo'llardan o'ping, peshonasidan o'ping, qabolda duolarini oling. Topolmayapmiz, buni qila olmayapmiz azizlar. Qila olmayapmiz. Lekin kimdir olib kela olmagan bo'lsa, bizga o'xshab nasib qilmagan, biz yoshligimizda o'tib ketdilar, ko'ra olmadilar, hatto ilm o'qiganimizni ham, na otamiz, na onamiz. Lekin qalbimizga bitta taskinlik bor. Sizga shu taskinlikni ilindim azizlar. Ota-onasini olib kela olmaganlar. Ota-onangizni haqqiga duo qiling. Mana shu Ka'bada Hajarul Aswaddan oldingi burchak Ruknul Yamoniy. Shu yerda qilingan duo mustajab. Uni to'g'risida qayerida bo'lsa ham, uzoqroqda turasizmi, o'sha yerda turib Ka'bada turib, Allohim, ana vujudimga sabab bo'lgan onam bo'lganlarda hozir yonimda turgan bo'lardilar. Otam bo'lganlarida yonimda turgan bo'lardilar. Allohim, mana bugungi qilgan ibodatlarimdan ularni bahramand qilgin deb duo qiling. Ularni ruhini shod qilasiz. Ka'bada o'tirib boshqa narsa bilan ovora bo'lgandan ko'ra mana shunday duolarni qiling. Ana bu sizni farzandlik burchingiz bo'lsin. Allohim hammalarimizni, o'tganlarimizni rahmat qilsin ilohim.